men. Yordam kerakmi? Keling, uyingizni rasmga olaman. Yaxshi, iltimos. Shunday. Kelishgan ekan. Bu yerda taksilar o'lgudek qimmat. Balki birga ketarmiz. Ha, albatta. Chiroyli joylar. Ha, to'g'ri, rahmat. Bu yerda jiyanlarim yashaydi, lekin ular yozni Madridda o'tkazishadi. Shuning uchun faqat ikkimiz bo'lamiz. Qo'ya. Kechirasizlar, ketishim kerak. Tanishganimdan xursandman. Bugun maktabda bazm bo'ladi. Borishni xohlamaysizlarmi? Albatta xohlaymiz. Amanda biz uni hatto tanimaymiz. Nimalar deyapsan? Ajoyib yigit. 9larda olib ketaman. Mayli, yaxshi. Unda kelishdik. Qaysi kvartira? 5-qavat hammasi. Unda oqshomgacha. Kimdir keldi. Nima? Akalari qaytdimi? Yo'q. Ular Amandani ushlab olishdi. Nima? Nima deyapsan? Uni ushlab olishdi. Senda 5 balki 10 soniya vaqt bo'ladi. Juda muhim vaqt. Telefonni polga qo'y, diqqatni jamla. Nimani ko'rsang hammasini ayt. Sochining rangi, ko'z rangi, bo'yi, chandig'i, nimani ko'rsang hammasini. Tushundingmi? Xo'p.